Mamdani esa Falastin masalasida xalqaro qonunlarga amal qilishni talab qiladi. Va buni intervyudan ham bilishimiz mumkin va bu intervyu Amerika siyosatchilari Amerika olamida juda ham katta rezonans bo'lgan, sababi Amerikada eng birinchi siyosatchi bo'ldi, ochiqdan ochiq Isroilni xatti-harakatlarini qoralagan. Va hozir men sizlar bilan ana shu intervyu bilan bo'lishaman. Siz aytgandingiz, agar Benyamin Netanyahu AQShga kelsa, siz uni hibsga olasiz. Siz hanuz shu fikrdamisiz? Bizning shahrimiz xalqaro qonunlarga ishonadi va bu qadriyatlarni himoya qilishga, saqlashga intiladi. AQShning o'zi xalqaro jinoiy sudni tan olmaydi-ku. Shunday bo'lsa-da, xalqaro jinoiy sud Benyamin Netanyahuni hibsga olish uchun order chiqargan. Nima asosida, qaysi sabab bilan? Xuddi Putin uchun order chiqargandek Netanyahu uchun ham chiqarilgan. Biz bu ishni barcha amaldagi qonunlarga rioya qilgan holda amalga oshirishimiz kerak. Men yangi qonun o'ylab topmayman, lekin mavjud qonunlar bizning oldimizda tursa, biz ularni bajarishimiz shart.